Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan Ratan kachelilar va albatta undan tashqari ichkarini ham ko'rsatamiz. Ratan stol stullar narxini yoritib beramiz. Akalarimiz birinchi qo'l, narxlari juda ham arzon, hattoki bu yerda dastavka xizmatlari ham bor ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir usta akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, qo'llaring dard ko'rmasin. Xalqimizga juda ham nima deydi? To'g'ri kelyapti turgan, juda ham olib turib maza qilib o'tiradigan stol kachelilar ishlab chiqarib, olib sotuvchi akalarimizga va hattoki xonadonlarga ham yetkazib beryapsizlar ekan, usta aka. Xudo xolasa yetkazib beryapmiz. Xo'sh, gap yo'q. Bu yerda hozir ko'ribmiz, hammasi jigar rang ekan. Undan tashqari boshqacha ranglarda ham qilib beraverasizlarmi? Asosiy 98% shunaqa karishnovoy jigarrang ketadi. O'sha shundan qilganmiz. Endi qanaqa rang desa, rangi farqi qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Masalan, bu yerdan bitta kacheli yoki bir komplekt stol olsa, qayergacha dastavka qilib berasiz? Samarqandgacha dastavka qilib beramiz. Ya'ni Vodiy, Toshkent, bu yoq o'sha Samarqandgacha dastavkasi mutlaqo tekin. Bepul. Qolgan joylarga ozgina qo'shilib qoladi. Ozgina qo'shilib qoladi. Agarda shu yerdan olib ketadigan bo'lsangiz, narxidan yo'l kiran narxini o'tib berasiz. O'tib beramiz. Xudo xolasa kelishamiz. Gap yo'q, zo'r. Bunimiz nima deb nomlanadi? Bunimiz Deko fason. Deko standart, ha? Deko xona 90 ga 1.40 bo'ladi. Katta razmerda bo'ladi. Oynagi bo'ladimi? Oynagi bo'ladi, kalyonni oynagi bo'ladi. Oynagi bo'ladi. Ha. Narxi? Narxi buniki 2,5 million. Samarqandgacha o'sha uyidan lokatsiya tashlaydi, uyigacha dastavka qilib. Uyigacha boradi. Qoyil. 2,5 million so'm xohlagan rangingizdan zakaz beraverasiz, oynagi kalyonni bo'ladi. Shuni 4 taligacha, usta aka? 4 taligini 1 million 800 ming so'mga yetkazib beramiz. 1 million 800 ming so'm. Tushunarli. Bunimizchi? Bunimiz 8 talik. Xuddi shuni 8 taligi. Buning razmerlari 90 ga 2 metr bo'ladi. Narxi 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Rangini qanaqa desang, xuddi shunaqa qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Agar mabodo yumaloq variantda zakaz bersa, qancha qo'shilib qoladi? Yumaloq qo'shilsa 400 ming so'm narximiz qo'shilib qoladi. 400 ming so'm qo'shilib qoladi. Xo'sh, donaga qancha qilib berasiz buni? Donaga 250 ming so'm qilib beramiz. 250 ming so'm. Taxlarni bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ko'p joylarda mana shu bitta pirusni o'zi bo'ladi, lekin akalarimizda ikkita pirus ekan. Shunday ham yana ham baquvvatroq bo'ladi. Ya'ni odam siqqincha ko'taraveradi. Siqqincha ko'taraveradi. Siqqincha ko'taraveradi. Buni bemalol karchilab yuvsa bo'ladimi? Bemalol yuvaveradi. Ichidagi temirlarigacha kraska sepiladi, usta aka. Ichi parashkoy kraska bo'ladi. Endi bunimiz qanaqangi fason, usta aka? Bunimiz Izabella, 6 talik. Izabella fason. Adashmasam juda ko'pchilik mana shundan olyapti, usta aka. Kalyonni oynak buniki ham. Taginiki ponni to'qilgan. Ponni to'qilgan. Yostiqcha bolishchalari bor. Xo'sh, qadrdonlar, juda ko'pchilik mana shundan olyapti, chunki bunga o'tirish mana bunga nisbatan ancha komfort, ya'ni maza qilib o'tiradi, usta aka. Komplegida mana bu to'shakcha, bolishchasi qo'shib beriladi. Bunimizda usta aka oyoqlari 2 qavat bo'ladi ekan, ha? Oyoqlar 2 qavat bo'ladi. Narxini qancha qilib beryapmiz? Buniki 5,5 millionga, bunikini ham Samarqandgacha yetkazib beramiz. Dastavkasi ichida 5,5 million so'm. Xo'sh, bunimizcha 8 talik. Xuddi shuni 8 taligi, buniki 7,5 millionga yetkazib beramiz. 7,5 million so'm. Tushunarli. Bunga o'sha xontaxtani yumaloq qilib bering desa 400 ming so'm qo'shilib. Izabella mana Deko degan joyiga juda ko'pchilik tushunmay qolyapti. Mana bunimiz Deko, mana bunimiz Izabella. Xuddi mana shuni to'shak bo'ladi. Telefonda tushuntirib bo'lmayapti, hali videoda ko'rib oladi. Bunimiz Deko, bunimiz Izabella. Farqi ham katta, ham ko'proq material ketgan, ko'proq mehnat qilingan va qo'shimchasiga to'shakcha bolishchasi qo'shib beriladi. Qadrdonlar, buni o'sha xohlagan rangingizda akalarimizga zakaz beraverasizlar. Sariq deysizlarmi, mokriy deysizlarmi, hammasidan tayyorlab berilaveradi. Aka, optimcha akalarimizga kelishtirib beramiz. Optimcha kelishtiramiz. Kelishtirib beriladi. Bu kachelilarimiz necha kishilik, usta aka? Bular 2 kishilik kachelarimiz. 2 kishilik kachelar, Bunda ikkita bolishi, ikkita boy bolishi, ikkita to'rtburchak bolishi 250 kilogacha yuk ko'taradi. 250 gacha ko'taradi. Bu urg'ani yaxshi ekan. Urg'ani yaxshi, Hali bolalar so'ksa. Tayyor ruchkasi ham bor ekan, deb turib. Amdek urg'ani zo'r ekan. Xo'sh, bunimizni qancha qilib beramiz, usta aka? Bunimiz 1 million 800 mingga Samarqandgacha dastavkasini qilib beramiz. Ichida. Uydan lokatsiya tashlaydi, uydan qabul qiladi. Uydan qabul 250 kilogacha ko'taradi, 1 million 800 ming so'm donaga. Optimchilarimizga yana ham kelishtirib beriladi va albatta shu yerdan olib kelsangiz qancha o'tib berishingiz mumkin? Kelishamiz. Qancha, bir 200 atrofida o'tib berasizmi? Shu yerdan olib ketsa 200 ming o'tib beramiz. 200 ming so'm, ya'ni 1 million 600 ming so'mdan buni ham o'sha xohlagan rangingizda zakaz berishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Dehqonobod, ya'ni Kominterndan bo'lyapti, aka. Ekranda nomerlari bo'ladi, lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik. Bittadan laykni bosib, gruppalarga tanish bilishlarga jo'natib qo'yaverasizlar.